tuya suti, bu yerda tuya sutidan sut tayyorlangan. Shunaqa juda ham ko'p mana belok, kalsiy, vitaminlar hozirgi kunda yosh, katta va bolalar uchun albatta beriladi. Ham mazasi zo'r, xuddi bolani malyutkasiga o'xshagan tayyorlangan. Oddiy tuyaning sutini borib olib kelib ichsanglar, bunaqa darajada natija bo'lmaydi, chunki bu yerda bir qoshiqni o'zida 1-2 kilolik sutni kuchi bor. Qaranglar, har bir xonadonga xohladim buni olib kirishinglarni. Mana bu narsani men albatta sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Buni yeb ko'rganinglarda bilasizlar, bolalarga, bog'chaga borayotgan bolalarga, maktabga borayotgan, ishga borayotgan yosh kattalarga olasizlar. Bir kunda 3 ta tabletka mamdo yetadi. Mazasi shunaqa priятный, zato immunitetni ko'taradi. Sahrli diabetlarga juda ham yordam, davleniyalarga zo'r, jigarni zo'r tozalaydi. Organizmingizni 100% tiklaydigan qurchalarimiz.